Xo'sh, aka-ukalar. Xullas, настроениямni buzib berishdi. Rossiya gостиницasi tarafda 40 raqam bilan boshlanadigan 941 raqamli Nexia. Xovorang. Xullas, to'g'risini aytsam, jahlim chiqqadi. Mashinadan ham tushgilari kelmadi. Men mehmonman dedilar, короче. Yo'qolib qoldim dedilar. Mashinani ozgina qirib berdilar. Baraka topsinlar. Xullas, mehmonman deb surib qoldilar, maylimi. Ishlarni rivojini bersin. U Rossiya gостиницasidan Mirobod bozor tarafga qarab yurayotganda razvorot bor, bilasizlar. Shunda o'sha yerdan razvorot qo'ysam, to'g'riga qilib qo'ygan znakdan yana bitta 40 raqamli trekker razvorot qo'yibdilar-da. Aka, bu yerdan mumkin emas, to'g'riga qilib qo'lim bilan ko'rsatdim. To'g'riga o'tib ketdilar, ketlardan hech kim yo'q edi. Shunda razvorot qilib ketayotsam, o'yin qilyaptilar, siqib o'ngga chapga qilib. Keyin yetib olib, nima qilyapsiz dedim. Baqirib ketdilar. Xullas, klient oldiga yaqinlashib qolgan edim, majbur to'xtadim. To'xtinglarmi desam, to'xtamasdan o'tib ketdilar. Xullas, nima demoqchiman, hurmatli aka-ukalar, iltimos, hammanglarning hurmatinglar bor. Faqat ozgina yo'llarda ehtiyot bo'linglar. Agarda adashib qolgan bo'lsanglar, mabodo Toshkentda unaqa har xil yurib tashamanglar, chunki mashinani qirib olish mumkin. Xullas, o'zinglarni ehtiyot qilinglar nima bo'lsa ham. Kuninglar yaxshi o'tsin, zachga.